salom bersangiz alo deydi. Bu qanday gap? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan birinchi birov salom bera olmagan. Yosh go'dak bolalarga o'zlari salom berardilar. Telefon olganingizda assalomu alaykum deng. Labbay desangiz qanaqa chiroyli bo'ladi. Alo, kim bu? Eshitaman deydi. Hozir shu yerda qancha odam o'tiribmiz. Shuni bugun odat qilaylik. Telefon olganda assalomu alaykum. Farzandingiz telefon qilsa ham assalomu alaykum. Sizdan biror odam oldin salom bera olmasligi bu sunnat. Bu sunnat azizlar. Assalomu alaykum labbay. Savobni birinchi siz oling, sunnatni ijro qiling, odobingizni ko'rsating, u odamga kayfiyat bering. Yomon kayfiyat bilan telefon qilsa ham assalomu alaykum labbay desangiz, shunda pastga tushadi. Oshcha gap gapira olmaydi. Va alaykum assalom deb turib sizga og'ir gapira olmaydi. Salom muhabbatni ziyoda qiladi. Salom bera olish birinchi bu kamtarlikni belgisi azizlar.